Litsenziyalangan firmadan Toshkentdan va Vodiydan Umra safariga bormoqchiman degan obunachilarimiz, xudo xolasa shu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Bugun Hikmat Travel'da ofisiga Abdug'affor akaning ollariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar olib berishga harakat qilamiz. Agar bizni 5-6 kundan beri kuzatayotgan bo'lsalaring, qo'ldan kelgancha xudo xolasa har kuni video qilib borishga harakat qilyapmiz. Shunaqa videolar uchun bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'affor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilar uchun qachonga qaytgan reyslar bor, borgandan keyin sharoitlar qanaqa bo'ladi, to'lov masalalari qanaqa, bitta tushuntirib bersiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Toshkentdan reyslarimiz xudo xolasa 1-avgust kuni, 3-avgust kuni, 5-avgust kuni, 6-avgust kuni reyslarimiz bor. Yangi reyslarimiz qo'yildi. Xo'p. 1-3-avgust kuni Toshkent Jidda bo'ladi. 5-6-avgust kunlari Toshkent Madina bo'ladi. Bularning narxi $895 qilib beramiz. 895 dollar. 900 dollar ham bas hali. 895 dollar qilib beramiz. Agar vizalar bo'ladigan bo'lsa 795 dollar. 795 dollar. Gap kam bo'lmaydi. Xo'p, keyin Vodiydan boraman deydiganlar uchun Vodiyda Namangonda o'zidan reysimiz qoldi. 1-avgust kuni va 5-avgust kuni reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Namangon Madina bo'ladi ikkovsi ham. Xo'p. Buni narxini $965 qilib beramiz. Zo'r. Vodiydan ketmoqchi bo'lgan. Vodiydan ham Toshkentdan ham xudo xolasa reyslar bor. Reyslar bor. Qilib joylarni bron qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi mana aka narxlarni aytib o'tdik, qachonga sanalar borligini aytib o'tdik. Endi to'lov masalalari qanaqa? Ofislar bizda qayerda bor? Onlayn ham to'lov qilsa bo'ladimi? Xo'p bo'ladi. Ofislarimiz kelib to'lov qilaman deydiganlar uchun ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Yo'q, bizga uzunlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, onlayn joylarni qanaqa qilib bron qilishlikni o'zimiz tushuntirib o'rgatamiz. Xo'p, bundan tashqari sharoitlar qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr, gastitsalarimiz uzoqligi Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Xo'p, qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi inshaalloh. Xo'p, 50 bosh xizmati iloji boricha billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi bu kanalimizga xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar, birinchi ko'rayotgan bo'lsalaring. Nimaga desalaring, biz har kun video qo'yamiz. Har kun xudo xolasa ilojimiz boricha vaqtimizni ajratib har kun video qo'yyapmiz. Nimagaki yangiliklardan, yangi narxlardan, har kunlik yangilikdan boxabar bo'lib turishlaring uchun xudo xolasa Hikmat Travel'da qaysi kuni yangi nima chiqyapti, reyslar qo'yilyapti, necha pul bo'lib qoldi, shularni har kuni ko'rib tursalaring bo'ladi. Hozir masalan video qilayotgan bo'lsak, kechgacha yuklaymiz xudo xolasa kanalimizga. Hozir obedda video qilyapmiz. Oyatullo ukamiz xudo xolasa kechgacha qo'yadilar. 5-6 laygacha bu videomiz YouTube kanalimizga yuklanadi. Demoqchi bo'lganim, qilayotgan mehnatimizni qadrlab, like'larni bosib, Umraga ketmoqchi bo'lgan tanishlaringga jo'natib qo'ysalaring, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. O'zlaring ham Hikmat Travel'da qana yangiliklar bo'lyapti, har kuni kunlisini bilib turasizlar inshaalloh. Masalan, ko'p blogerlar qo'yishadi, qo'yishmaydi bas. 3 kunda bir qo'yadi, bir haftada bir qo'yadi. Biz xudo xolasa har kuni qo'yishga harakat qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turinglar inshaalloh.